Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlarga dunyo brendi bo'lgan Hisense brendidan RD54 Inox modelini chegirma narxida qilib beramiz. Ushbu modelimiz hajmi keladigan bo'lsa 422 litr bo'ladi, ya'ni 100 litr muzlatgich qismi va 322 litr sovutgich qismi bo'ladi va bo'yi 1.73, eni 70 sm va chuqurligi 68 bo'ladi. Va ushbu sovutgichimiz inverter kompressor bilan jihozlangan bo'lib, bu sizga past shovqinda va asosiysi elektr energiya sarfini nihoyatda past darajada sarflab sizga uzoq yil xizmat qilib beradi. Va sovutgichimizning ichkari qismiga keladigan bo'lsak, ko'rishlaringiz mumkin. No frost texnologiya bilan jihozlangan, ya'ni bu havo orqali muzlatib sovutadi va polkalari bittali bo'ladi. Ko'rib turibsiz, ichlari ham kenggina va sovutgich qismi ham nihoyatda ichlari keng va polkalari 4 tali bo'ladi va asosiysi bu yerda sabzavot va meva-chevalar uchun alohida bokslar bor va namlik darajasini boshqarib turadigan tugmalargacha ega. Va eshik cho'ntaklariga ham bir alohida e'tibor berib berasizlar. Nihoyatda katta va asosiy baquvvat qilingan, hattoki polkalari 150 kilogacha yukni ko'tarib turadi. Va ushbu sovutgichimizga Hisense brend tomonidan 3 yil ofitsial garantiya beriladi va narxi keladigan bo'lsa, ushbu sovutgichimizning narxi $495, ya'ni 6.400.000 so'm qilib belgiladik. Va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang va yaqinlarga jo'natib qo'ying.